Assalomu alaykum azizlar. Mana biz Surxondaryo viloyati Sherobod tumani Xo'jaykon tuzkonini tuzlarini qayta ishlash seksiyasida bu. Siyoschilar. Bittasiga keldik. Sexlardan bittasiga. Qurboniyaz dedingiz. Qurboniyazmi? Iltimos qildik hozir jarayon tushuntirib berishlari uchun. Bu kondan olib kelinadi bu yerga. Konni nariga tepaga yuksaltib bo'lmada to'proqda. Kavlab to'proqni nariga oladi. Tozasini terib olaveradi oqsiz chiqqanini. Qizil tuz nariga tennis ketadi yo'lga, u masalan teriga ishlatiladi, teriga ishlatiladi. Boshqa joylarga ishlatiladi. Bu mana tozasiz yeyishga mana bitta yod qo'shadi, bo'ldi yod. Yod qo'shadi, yod. Yod qachon qo'shadi? Hozir turishdami? Yod nariga maydalashga qo'shadi, maydalashga. Maydalagandan keyin qo'shiladi. Maydalashda jarayoni o'zi moslashga yod hammasi yod apparati modlarning. Ham maydalaydi, ham yod qo'shaveradi. Suv bilan qo'shaveradi, suv bilan qo'shaveradi suv bilan. Suvga solib yod tayyorlanadi, yod apparatlari bor o'zini har yoqqa. Mana buni Turkiyadan tabiiyoti ham bor hozir, tabiiyoti ancha tabiiyoti ham bor. Qizillarda tabiiyot ko'proq bo'lsa kerak. Tabiiyot mana bu qizillar ko'proq mana ekansiz. Tabiiyot qizillar ko'proq. Oppoqlari ham bor ekan. Oppoq. Ikkovi ham bir xil tushsa, mana oq boqchali ham rangi sal qizilroqda buni. Hozir qarang, qopdagilarni ko'rdim, oppoq. U nima qanday? Mana shu ikkovi mana shunday chiqadi qiz mana shunisi ham oppoq chiqaveradi. Ikkovi bir joydan olingan, ikkovi bir joydan. Maydalasa oppoq qoladi bu yoq. Ha, oppoq bo'lib qoladi. Agar bitta ham edi, asosida nariga olib tashlaylar endi, salqinroq ko'rdingizmi? Naqalar xunuklarini. Mana loy borlarda. Bir 100% kelmay, mana loy borini mana chiqib olib qo'yadi. Buni ham terilarga lekin tengisga yo'l qo'yganda beradi qo'ygan mana. Chiqinsi mana shu tengisga. Mana kelganlarini ichida mana bunaqa chetida loy borlar. Chetga loy bor olinadi, loyni olaman, loyga ko'z, loyda qolaradi. Toza mana shu ichmoga yaqin tozasi mana tozasini ajratib tashlaydi. Bitta nazar chiqib chetga chiqarib olib qo'yaveradi. Hozir mana shu qizil ko'ringan bilan maydalangan oppoq qopdagi oppoq tuz bo'ladi. Ishlarga hech qanaqa oqartirmaydi. Yo'q, oqartish yo'q. Ichkarida oqartirishganasi yo'q. Yo'q, oqartish yo'q. Shu to'rga mana shu qutni tashlaysiz, mana shu oppoq chiqaveradi. Maydalarni oppoq bo'ladi changi. Keyin qadoqlash sexlari sizlardan olib ketadi. Qadoqlash sizlardan pashsha qilgan olib ketadi, hamma joy olib ketadi. O'zbekistonga ham chekka ham olib ketadi, Xayriyat ham Qirg'izistonga olib ketadi. Haydab olib ketadi. Haydab olib ketadi. Sizlar bilan shartnoma qilib olib ketsa bo'laveradi. Shartnoma qilsa bo'ladi, shartnoma qilib olib ketadi. Ha 5-6 qaysidan har xildan navi buni 5-6 navi bor, 5-6 navi. Hozir keladi qanday yo'qda shundayni oladi-da. Oqrog'ini, qizilrog'ini qiladi. Oqroq emas, hammasi ham oqda. Turkiya maydalashlarasi bo'ladi, maydalashlar. Eng mayda, yirikroq shundaylari bo'ladi. Unday qilsa ham, unday qilaversa undan oladi. Har xil chiqadi. Masalan 5-6 seq va 5-6 xil chiqadi. Sizlarda qanday chiqadi? Bizga unda shakarda chiqadi. Shunga ko'rdingmi, shakarda chiqadi. Bizga endi ekspert bo'ladi, ekspert. Ekspert tuz bo'ladi. Endi tozalangan ekspert ham qiladimi tuz O'zbekistonda? Shartnoma qilsa ekspert ham qiladi. Shuning ichidan mana shu Himolay tuzi deb eshitgansiz-a? Qayda? Himolay tuzi deb eshitgansiz. Himolay tuzi eshitganman, degan Himolay tuzi. Himolay tuzi mana shunday qizil tuz. Shu tarkibida har xil foydali madanlar bor deb juda aniq qilinadi endi u. Buni bizga oldin laboranlar masalan necha foiz 90 necha foiz yodlangan deydi. Tabiiyoti bor deydi. Oldin biz endi mana endi 35 yildan beri yashaymiz. Oldin nega shu laboranlarimiz endi ular ana qisqarib ketgan 90% yodlangan tabiiyoti bor deydi. Ya'ni yotib qo'shiladi. Tekshiriladi, yotib tekshirilgan, boshqa qilgan, hammasi qilingan. Endi eng qizilrog'ida yodi ko'proq. Qizil, mana qizilning yodi ko'proq. Oq qizil hammasini yodi 90% bormi, tabiiyoti ham bor. Oppoqlari ham bor ekan. Shakarga o'xshagan. O'zi turishidan shakarga o'xshagan mayda bo'lib turganlari ham bor ekan. O'zi bu sochma deydi bunda, soch yotaman. O'zi mana. Mana endi soch uqalanib turibdi. Uqalanadi. O'zi uqalanar ekan. Buni oppoq tuz. Hech qanaqa texnik ishlov berilmaydi bunga. Texnik ishlov shundan bilan tegirmonga solasiz, tegirmondan bilan xaltaga ketaveradi. Tegirmondan xaltaga ketadi. Tegirmondan xaltaga ketaveradi. Ajoyib. Mana haqiqiy tuz.
Haqqi bunga biza o'qatirish narsa yo'q. Yo'q, masalan qo'shish ham yo'q. Sho'ra narsa yetarli buni shu yerda. Ha, zo'r ekan. Bu Qoraqalpoqlarniki ham borda, ular o'poq bo'lganda buni taqim bermaydi. O'z tuz texnologiyasida ba'zi joylarda balki qizil tuzni olib, uni cho'kmasini olib oqartiradiganlar ham borda. U bizda qilmaydi. Toza o'zi tuzning o'zi toza ekanda. Ha, tuzni o'zi tabiiy toza. Endi yo bir manda xamendan noshir gazidan ham to'proq chiqaveradi, faqat tuz ham bo'ladi. Eksploatatsiyalarni og'ishtirib baqol olaveradi. Buni olib tashlab tuzini bu yoqqa. To'proqni baqol tashlab terib olaveradi. Bir joyimda emas, terib olaveradi. Qonga ham borib ko'rsa bo'ladimi? Qonga ham borsangiz bo'ladi. Kiritadimi? Ay, qonga shunday kirib keladi. Borib shunday borib qonni ko'raversangiz ko'rib keladi. Zo'r. Mana bunga o'xshagan loylar kesib bu qarang, loyini mana biz mayli ko'ringiz, ko'rsating. Mana bu yerdan qo'yadi, mana apparatlar bor. Mana shaxsiy yo'ritma, yorib, o'qini oladi, loyini yerga chiqarib qo'yadi. Keyin texnik mana terilarga beraman, terilar. Texnik bo'ladi. Tamam, qizillar zo'r ekanda ko'zimiz o'ynatib qoldi. Qizillar bor. Mana qizillar o'sha biz qamalay tuz deb Sumalay deydi, yo bizda sumalay deydi, nomini nima aytamiz? Munosib bilmaymiz-da. Joy tuzi. Kattaroq hozir biz qarang, mana qizillarni terib maydalab ber desak ham maydalab bera olasizlar, to'g'rimi? Maydalab beradi. Yo'q, qizil bo'lmaydi, oq bo'ladi bu. Bari oq bo'ladi. Endi baribir qizilrog'ini terib bersangiz, har holda bunaqa mineral. Hayır, şimdi krem kelmasan şu mana bundan qizildan terib qilib bersa, qizildan qilib beradi, oqdan oqdan qilib beradi. Zo'r. Shu bizni qizildan qildirib olamiz, xudo xolasa. Bir 3-4 qoplarni bemalol olsa bo'laveradi, kam bo'lsa. Ha, olsa bo'ladi. O'lchami yo'q, chegaralangan unaqa. Biz mana ertadan keyin mana qo'shgandan keyin kelsangiz, mana tegirmon qo'shgan mana 4 xalta 5 xalta qizildan qilib bersangiz, qizildan shuni teradi, oqadi. Hozir bu yerda texniklar qilinyapti. Oqlar qachon qilinadi? Oqlarni yana ertadan qilamiz, ertadan. Ertadanmi? Biz bir moshin texnik qilamiz. Hozir texnik qilinyapti. Jarayonni ham ko'raylik. Bular texniklar hozir maydalanyapti. Hozir buyurtma bormi texnik? Ha, texnikga buyurtma bormi? Bir mashina buyurtmamiz borasini qilib. Keyin qayerda yotlanadi bu? Ha? Yotish jarayoni qayerda kechadi? Hey, Ama bir kere koşup gider abi. Hey, çok yok. Agar siz uçup koşarsanız yotlanmagan kişi olur. Agar yotlanmagan gerek olsa. Yotlanmagan gerek uçup koyalım. Doğru. Hozir bu chiqar ketadi. Bu hozir mana kiradi. Aha. Undan chiqadi, baqa va yelaydi yaqa. Yana tepaga pastga yelaydi. Ha, bir tepada tushyaptimi deb o'ylayapman. Tepaga yelaydi, pastga yelaydi. Mayda. Ha, mana kattar mayda qiladi, mana unda qilaman. Kimga nima aytadi? Kimga nima aytadi? Keyin mana bunda qiladi. Keyin narxisidan deyman. Shakarda bo'lib qoldi keyin. Men shakarda bo'lib qoldim. Oxirgacha shunga tushadi-da, mana qoladi, otda chiqib ketadi. Nima yeysan? Qaradan bo'lib kelamiz. Bu yerda shu tegirmonda mashinasi yo'q ekan, faqat maydalash ekanda. Tegirmon. Bir to'rtta yo'l apparat bor, boshqa narsa yo'q bor. Bitta yo'l apparat bor. Nechta tegirmon bor endi bu yerda? Ha? Nechta Ikkita tegirmonda, ikki joyga. Nega bilmaydi. Mana bu bittasi. Ha, bu yerda bitta, mana bundan keyin ikkinchi marta aytadi. Yaqinda yelagi bor, yelaklar. Ha, yelak bor. Ha. Tepaga yelagi bor. Setga qo'yaman. O qongacha necha chaqirim ishlayapti? Ha? Qongacha necha kilometr bor? Ha, 200 kilometr bor, 2 kilometr. 200 kilometr? Ha. Ha, rahmat, charchamangizlar. Ukamiz bilan iltimos qilib konning o'zini ko'rishga ketyapmiz. Shu ko'rinib turgan qizil shu konda, kon tog'da o'shani. Borga bu yerdan ketiladi. Borga mana yo'l mana arqa mana
Shu Ko'rganmasangiz avtobus yenib ketdik-ku. sanatoriyani g'ori bor ekan. Soat vaqti kirib o'tirdilar degan. Shifo uchun. Ishim tugadi, o'sha robotchilar ham qaytyapti. Xudo mo'jiza qilib tuzli yerni tagiga ko'mib qo'yganda. Xudo mana shu. Hammasi tuzmas yo'q, hammasi tuz. Hozir ustiga chiqib keldik, mana qiziq tog' bor-ku. Ha. Mana shu ustiga chiqdik hozir biz. Mana shu usti mana shu. Mana shu yerda ko'rsangiz bilaman, mana shu kavlayapti. Yerga mashina chiqolmaydi. Bo'ldi, shuni ko'rishib kelamiz. Mana shuni chiqsangiz iylar. Voy pastda. O'sha yerda o'zida olib maydalab Yo'q, mana bu yerdan chiqaradi, KAMAZ bilan ko'kadi, keyin bunday qilib bo'yni pastga maydalandik-ku. O'sha maydaladi pastga. Keyin o'rtadi mashinaga. Haltalashga, chekka hammasi alternativ avtobusda bo'ladi. jarayon tomosha qilaylik, qiziq keladi. Siz qanday olinadi? Tabiiy mahsulotlarni shug'ullanamiz-da. Xudoning bergan ne'matini tabiiy. Aytib kelayapman, mana Xudo o'zi ko'mib qo'yibdi tuzni yerga deb. Bu hozir shunday maydalab jo'natasizlar-da. Maydalab jo'natamiz, bu yoqqa borib chek. Gravitasiyadan maydalab oldiramiz. Hozir to'proq chiqyapti, ichidan saralab olinadi. Yetti tuproqda ayrim chiqyapti. Ha, to'proq olib tashlab, keyin tagidan olinadi-da. Qo'yib. Keyin buni sexga jo'natasizlar. Maydalab oldiramiz. Bunaqa qariya ko'pmi endi? Bu yoqda bilan yerda ishlayapti, biraz temizlik. Xudoning o'ziga. Bu pastarab tursa shekilli qizarga. To'prog'i ag'darib yoqdan yoq tashlab qo'yaveradimi? Keyin ustiga ishladiladi. Bunaqa to'proq emas, mayl o'zi keyin ustiga ishladiladi. Mana ham tuzda to'g'rimi? Mana tagida. Tuz ekan. Tagi to'g'ri olib tashlanib. Olmagan. Baktık. Ak çıktı ha bu hazır. Kızılını çıkardı mı? O tuzg'orga borib keladi. Har kuni boriladi. Kuniga 2 mahal. Har kuni shanba bozarim. Har kun. Har kun.